Alisher aka, o'rtog'im ko'p bolalik oilada tug'ilgan. Maktabda remont puli yig'ilyapti. O'qituvchim chaqirdi, hamma remont puli yig'di. Hamma bergan, o'sha o'rtog'im bermagan. Sinf rahbari keldida 30 ta bolani yonida turg'izib, "Sani ota-onang ko'p tuqqancha, sani ehtiyojlaringni qondiradigan pul bilan ta'minlab qo'ysa bo'lmaydimi?" deb hamma yon tahqirladi. Endi uni oqibati qanaqa bo'ladi? Kimda ayb? Ota-onadami yoki o'qituvchidami? Qarang, bitta o'sha pedagogga xatosi qanaqa holatlarga olib kelishi mumkin. Butun sinfini yonida uyaltirgani sabab. Pedagogik etika, estetika degan narsa bor-da. Nizomiy universitetida, psixologiya fakultetida o'qiganimizda bizda pedagogikani ham o'qitgan. Bolalar bilan qanaqa qilib muloqot qilish kerak? Pedagoglar bolani ruhiyatiga qanchalik ta'sir qiladi, buni inobatga olish kerak. Demak, pedagogga o'zida ruhiyatida qanaqadir muammolar borki, shu gapni gapiradi bolaga. Bola faqat o'tda ichida shu o'ksinish qoladi. O'ziga bo'lgan ishonchi pasayadi. Balkim qo'shimcha aybdorlik hissi ham paydo bo'ladi. Eng yomoni shu xijolat bo'lib, uyalish hissi paydo. Kelajakda keyin shu moddiyatga talpinishni boshlaydi. Aqli yetmaydigan narsalarga o'zini o'qqa cho'qqa urib, pul topaman deb har xil yomon hodisalarga uchrashi mumkin natijada. Shuning uchun bu yerda professionalizm bo'lishi kerak pedagogik. Bu yerda bolada ayb yo'q, ota-onada ham ayb yo'q. Chunki davlat maktablarida 100% tekin bo'lishi kerak hamma narsa.